milliy sertifikat matematikadan tenglamaning haqiqiy nechta ildizi bor? Kvadratlar ayirmasiga olib kelib ikki qavsga ajratib, har bir oxirigacha yechib o'tirmaymiz. Diskriminant noldan kichkina. Haqiqiy sonlar to'plamida bo'sh to'plam bu. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Milliy sertifikat matematikadan saralangan misollar, masalalar tahlilini davom ettiramiz. Navbatdagi 4-misolimiz 4-darajali tenglama ekan. Tenglamaning haqiqiy nechta ildizi bor deyapti. Demak, bunday qilamiz. X 4-ni o'zim yozaman. Mana bu uchalasidan -3 qavsini tashqariga chiqaraman. Holda x kvadrat minus 2x plus 1 teng 0 ko'rishiga keladi. Endi demak x to'g'ri o'zini yozaman. Mana bu 3. Bu ham formula ekan. Endi ikki qavsga tayyorlayman. X kvadratning kvadrati minus ildiz osti 3 x minus 1 ning qavs kvadrati. Har bittasini nolga tenglashga harakat qilamiz. Bu holda demak bizda bo'ladi x kvadrat minus ildiz osti 3 x plus ildiz osti 3 mana. Minusligini oldim. Ikkinchisi x kvadrat plus ildiz osti 3x minus ildiz osti 3 teng 0. Mana ikkita qavsga ajratdik. Endi buni oxirigacha yechib o'tirmaymiz. 5 ta haqiqiy ildizga ega deyapti. Har bittasini 0 ga tenglaymiz. Agar diskriminant 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak ikkita haqiqiy ildizi bor. Birinchi, ikkinchi. Diskriminant 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, u holda haqiqiy ildiz yo'q. Diskriminant 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, u holda bitta haqiqiy ildiz bor. Mana ko'rinyapti mana bu yerda. Diskriminant 0 dan kichik bo'lyapti. Ildiz osti 3 ning kvadrati minus 4 ildiz osti 3. Diskriminant 0 dan kichkina. Demak, haqiqiy ildizi yo'q, bo'sh to'plam. Ko'pincha to'g'ridan to'g'ri bo'sh to'plam deb ketishadi, bu noto'g'ri. Buni kompleks ildizi bor, kompleks. Bizda uni so'ramayapti, haqiqiy ildiz so'rayapti. Mana bunda buni ko'ryapmiz, diskriminant 0 dan katta. Chunki ildiz osti 3 ning kvadrati ko'rsatib berishimiz mumkin buni. Minus 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan minus ildiz osti 3. Bu 0 dan katta son. Demak, berilgan tenglama ikkita haqiqiy ildizga ega bo'lar ekan. Javob ikkita. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.